Assalomu alaykum, xayrli kech, Deutsch Billik Telegram kanali a'zolari. Demak, Kamina Kamron Abdulhayev sizlar bilan bepul grammatika darslarimizni davom ettiramiz. Deutsch aber Hallo A1 kitobidan darslarni o'tib boryapmiz va bugun deyarli kitobning yarmiga yetib kelyapmiz. 10-darsimiz. 10-darsimizda leksion 4, ya'ni 4-bobni boshlaymiz. Bu degani o'zi 8ta bob, 4-bobga keldik. Kitobni yarmiga yetib keldik degani. Xo'p, va bugungi mavzu nicht trennbare und trennbare Verben. Ya'ni nicht trennbare degani bu ajralmaydigan degani. Trennbare ajraluvchi fe'llar degani. Endi o'zbek tilida qanday tarjima qilamiz buni? Ajralmaydigan va ajraluvchi old qo'shimchali fe'llar. Ya'ni shunday fe'llar borki, ularni oldida qo'shimchasi bo'ladi va ular ajralishi ham mumkin, ajralmasligi ham mumkin. Bularni hozir mavzuda yodlaymiz, qanday ajraluvchi qo'shimchalar bor va qaysi birlari ajraladi va qaysi holatda keladi. Ajralmaydigan shakllari nisbatan osonroq, lekin ularni yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Demak, birinchi o'tadiganimiz bu trennbare Verben, ya'ni ajralmaydigan fe'llar, ya'ni ajralmaydigan old qo'shimchali fe'llar. Xo'p, misol uchun sal ekranni kattalashtiramiz. Demak, xo'p, Peter bekommt ein Schnitzel. Ya'ni bu yerda Peter Schnitzel bu go'sht turiga nisbatan ishlatiladi. Bekommen bizda quyidagicha yozib tushuntiraman, bu qulayroq. Xo'p, kommen degan fe'lni o'rganamiz. Kommen degani bu kelmoq edi. Bu asl bir yaxlit fe'l. Endi bunga old qo'shimcha qo'shamiz, ya'ni ajralmaydigan old qo'shimcha be degan ajralmaydigan old qo'shimcha bor. Shunda mana bu yerdagi fe'l, ya'ni bekommen degan fe'l yasaladi. Bekommen degani bu olmoq degan ma'noda. Bekommen olmoq. Ko'rdingizmi? Peter bekommt ein Schnitzel, ya'ni Peter go'sht oldi. Shu variantda, ya'ni bu yerdagi be qalin shriftda yozilgan mana. Bekommen, nicht trennbare, ya'ni ajralmaydigan deb beryapti. Ya'ni oddiy fe'l kabi kelaveradi, faqat oldida shunaqa qo'shimcha. Va bu boshqa ma'no ifodalayapti. Kommen kelmoq, bekommen olmoq. Boshqa ma'noda kelyapti o'sha fe'l oldida qo'shimcha qo'shilganda. Bunaqa fe'llar ya'ni qo'shimcha maxsus bor o'zi. Bu yerda mana B jadvalda berilgan. B, emp, ent, er, g, fer va ser. Xo'p, bu yerda berilgani 7 tadan. Bundan tashqari mis degan qo'shimcha ham bor, ajralmaydigan. O'zi aslida ajralmaydigan qo'shimchalar bu 8 ta. Bu yerda 7 tasi berilgan, shu 7 tasini siz yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni fe'llarni oldida mana shunday ajralmaydigan qo'shimchalar kelganda, bular xuddi oddiy fe'llar kabi ishlatilaveradi. Buni biz nimaga bilishimiz kerak? Oddiy fe'l kabi ishlatilaversa, nima qilamiz buni? Degan savol tug'ilishi mumkin albatta. Bu sizga yordam beradi o'tgangi zamon mavzusiga kelganda. Biz buni hozir bilib olsak va kitobning oxirog'ida o'tgangi zamon, ya'ni perfekt mavzusi bor. Perfekt mavzusida sizga bularni bilish juda ham katta yordam beradi. Shuning uchun hozirdan o'rganib ketyapmiz. Xo'p, boya aytganimdek, deyarli hozirgi zamonda umuman farqi yo'q. Siz tarjimasi bilan yodlab olsangiz bo'ldi. Misol uchun Übung 1 birinchi mashqni ko'rib chiqamiz. Misol berilgan. Misolda nima deyapti? Besuchen. Besuchen degani o'zi suchen fe'li bor. Mana suchen bu qidirmoq degan. Besuchen degani ko'rgani bormoq degan ma'noda yoki tashrif buyurmoq degan ma'noda keladi. Hop, Max die Tante. Max besucht die Tante.
Max xolasini ko'rgani bordi. Aynan Bezuxinni men ko'proq ko'rgani bormoq deb tarjima qilaman. Sababi kimnidir ko'rgani borishi mumkin. Shunda ham akkuzativ talab qilib keladi, ham mazmun jihatdan gapni tarjimasi yaxshiroq chiqadi. Ko'rib turganingizdek, misol uchun Bezahlen to'lamoq va buni gapga aylantirishimiz kerak. Du bezahlst die Rechnung, sen hisobni to'layapsan. Yoki beginnen degani boshlanmoq degani, ya. Der Kurs beginnt am Montag. Dushanbada boshlanadi degan ma'noda. Va xuddi shu shaklda gapga aylantirib qo'ysangiz bo'ldi. Va nima qilish kerak? Bu yerda mana bu 7 ta old qo'shimchani yodlab oling. Gap tuzayotganda aynan qanaqa qo'shimchalar bor ekan fe'lda. Shularni tagiga chizib qo'ying. Misol uchun emp fe'lida mana emp shakli, ent lastinda ent, erkleg'inda er qo'shimchasi, genisinda ge mana, fersteynda fer, bu ajralmaydi. Yani oddiy fe'l kabi kelaveradi. Ferguson desa fer, mana bu yerda ham bor. Ferdinanda yana fer shakli va Zerreisen ser shakllari bor. Bularni gap tarzida ajratib qo'yasiz. Endi navbatdagi davomi buni hozir bir daqiqa. Xo'p. Trenbari verben. Biz hozir ko'rganimiz 7 ta old qo'shimcha ajralmaydigan old qo'shimchalar edi. Endi old qo'shimchalar bu trenbari verben deb ataladi. Ya'ni bu qo'shimchalar ajraladi va bunaqa qo'shimchalar nisbatan ko'proq. Shuning uchun ham siz ajralmaydiganlarini 7 tasini yodlab oling, qolganlari ajraladi degan ma'noda qo'llab ketsangiz bo'laveradi. A2ga o'tganimizda bu mavzu yana bir takrorlanadi va u yerda ajralishi mumkin bo'lgan va ajralmaydigan holatlarda keluvchi qo'shimchalar ham bor. Lekin bizga hozir bu kerak emas, sababi A1 darajadamiz. Xo'p. Endi qarang, mana buni olib tushib qo'yamiz va shunga bog'liq fe'llar bor. Demak, yuqorida ko'rdik, kommen degani kelmoq ekan. Bekommen olmoq. Lekin mana shu kommenning oldiga bitta qo'shimcha qo'shsak, an degan ajraluvchi qo'shimcha. Uncommon bo'ladi. Uncommon degani bu yetib kelmoq. Yetib kelmoq degan ma'noda keladi. Ko'rdingizmi? Old qo'shimcha qo'shilish yuzasidan shu agar fe'llarga old qo'shimcha qo'shilsa, ma'nosi o'zgarib ketishi mumkin ekan. Common kelmoq, becommon olmoq bo'ldi, ajralmaydigan old qo'shimcha. Endi uncommon ajraluvchi old qo'shimcha bo'lganda yetib kelmoq degan ma'noni beryapti. Bularni albatta yodlashimiz kerak, fe'llarni. Xo'p. Endi misol uchun der Zug kommt, bunga e'tibor bering. Ajraluvchi old qo'shimchalarda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan bitta jihat bor. Bu o'sha ajraluvchi old qo'shimcha bekorga ajraluvchi deb atalmaydi. Sababi u ajralib gapning oxiriga o'tib ketadi. Ya'ni mana der Zug gapning egasi va common, mana bu common bu o'zak va gapning oxirida an. Bu ajraluvchi. Mana ajraluvchi shuning uchun gapning oxiriga ajralib o'tib ketyapti. Ko'rdingizmi? Shu holatda ishlatamiz. Mana uncommon deb trennbar ajraluvchi deb aytyapti. Gapning oxiriga o'tib ketadi har qanday vaziyatda. Va bunaqa qo'shimchalar mana bu yerda bir nechtasi misollar bilan keltirilgan ham. Demak, ab, an, auch, aus, ein, mit, her, vor, zu, zurück. Mana shular ajraluvchi old qo'shimcha hisoblanadi va fe'llarning old qismiga qo'shiladi. Xo'p, bularni siz bir yaxshilab o'qib, xotirangizga saqlab olsangiz bo'ladi. Yodlab olish shart emas, lekin yuqorida ajralmaydiganlarni yodlab olsangiz, qolgani ajraladi. Demak, ko'rinishi quyidagicha. Übung 2. Ikkinchi mashqda yaxshiroq bo'ladi. Misol uchun abschließen degan fe'l bor. Abschließen bu tugatmoq, yakunlamoq degan ma'noda.
Aynan bu yerda yopmoq degan ma'nosi ham bor. Die Türga nisbatan. Ha? Tür degani eshik. Gapda ko'rib turibmiz, mana du schließt, mana fe'lning o'zagi schließt va gapning oxirida ab o'tib ketyapti. Mana abschließen fe'li bor, ab ajraluvchi va buni gap tuzadigan bo'lsak, bu bilan gapning oxiriga o'tyapti. Du schließt die Tür ab. Sen eshikni yopyapsan degan ma'noda. Yoki mana abfahren. Abfahren degani jo'nab ketmoq. Mana fahren degani bormoq edi-ya. Abfahren bo'lsa jo'nab ketmoq bo'ladi. Der Bus fährt, mana shuni yozib beraman. Yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun. Bu yerga mana yozsam bo'laveradi. Xo'p, demak quyidagicha yozamiz. Asini ko'rsatib beryapman. Der Bus. Endi abfahren bor. Biz fahren deganini olamiz. Ab ajraluvchi. Demak, farenni busga moslaydigan bo'lsak, fert bo'ladi erjasida. Ya'ni bu kuchli fe'l edi. Esingizda bo'lsa, kuchli fe'llar mavzusini ham o'tgandik ikkinchi kapitalning boshida. Xo'p. Der Bus fährt in 10 Minuten ab. Ko'rib turganingizdek, mana fahren va ab shakllari bular o'zi aslida bitta, lekin ab ajraluvchi bo'lgani uchun gapning oxirida. Der Bus fährt in 10 Minuten ab. Ya'ni avtobus 10 daqiqada jo'nab ketadi. Keyingisi misol uchun ankreuzen. Hop. Ankreuzen mana B-sida beryapti. Bu yerda ham an ajraluvchi old qo'shimchali fe'l hisoblanadi. Bu belgilamoq degani. Du. Endi bu yerda ham anni gapning oxiriga o'tkazib yuboramiz. Shuning uchun o'zakni olamiz. Kreuzt. Du kreuzt nimaga st qo'shilmadi, faqat t qo'shilyapti? Sababi buni biz taxminan birinchi darsimizda o'tgandik. Agarda set, set, ikkitalik t, z, ya'ni t harflari bo'ladigan bo'lsa, du shaklida faqat t qo'shimchasi qo'shiladi degan qoida bor edi. Bu ikkinchi qoidamiz. Esingizda bo'lsa, izohga plus yozib qoldirsangiz ham bo'laveradi. Shunaqa. Xo'p, shuning uchun faqat t qo'shilyapti du shaklida. Du kreuzt die richtige Antwort an. Xo'p, endi bunda ham belgilaymiz. Mana ankreuzen. Sen to'g'ri javobni belgilayapsan degan ma'noda. Die richtige Antwort to'g'ri javob degan. Ankreuzen belgilamoq. Va ko'rib turganingizdek, oddiy gap tuzganimizda ana shu old qo'shimcha gapning oxiriga o'tib ketyapti. Xuddi shunday davomidagi hamma mashq shunaqa bajariladi. Xo'p. Demak, nima qilishingiz kerak? Qolgan shakllarini ham qaraysiz. Ajraluvchi old qo'shimchalar asosan ikkinchi mashqda emas. Mana auf, bu yerda auf ajraladi. Mana bu yerda aus va bu yerda an, bu yerda ein. Mana bu yerda her, bu yerda for ajraladi. Gapning oxiriga o'tib ketadi. Bu yerda zu va oxirdagi zurück. Bu fe'llarni hammasini tarjimasi bor. Men o'zimni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Ya'ni Deutsch Bilik Telegram kanalida agar siz YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, pastda linki ham bor. Shuni bosib qo'shilib olsangiz ham bo'laveradi. Xo'p. Demak, davom etamiz. Biz ko'rib chiqdik, ham ajralmaydigan old qo'shimcha
uchun ham ajraluvchi qo'shiq. Endi 3-mashqda ikkalasini aralash sifatida mashq bergan. Übung 3. Setzen Sie die Verben ein. Ya'ni fe'llarni qo'ying deyapti. Bu yerda turli xil fe'llar bor. Boya aytganimdek, bularni tarjimasini shunday guruh Telegramga kanalga tashlab qo'yaman. Fayl sifatida yoki xabar sifatida tashlab qo'yishim mumkin. Bu darsdan keyin va siz bularni ma'nosiga qarab bo'shliqlarga to'ldirib chiqishingiz kerak. Misol uchun A'si. Im supermarket. Supermarketda deyapti. Supermarketda nima qilish mumkin? Xarid qilish mumkin. Sen supermarketda xarid qilyapsan degan gapni tuzamiz. Demak, yozamiz. A'si. Du. Demak, xarid qilmoq. Qaysi? Mana Einkaufen degan fe'l bo'ldi. Einkaufen degani xarid qilmoq. Bu yerda ham ein ajraluvchi old qo'shimcha. Du kaufst, du kaufst im Supermarkt ein. Sen supermarketda xarid qilyapsan degan gap bo'ldi. Bu yerda o'sha kaufst, kaufen fe'li o'zak, o'zak sifatida. Bu yerdagi ein esa bu ajraluvchi old qo'shimcha sifatida kelyapti. Einkaufen. Xo'p, keyingisi misol uchun B'si shunaqa ekan, bu ham ajraluvchi. Qaysi ajralmaydigan? D'si. D'sini yozib beraman. Xo'p, D'sida quyidagicha. Klaus, Klaus, Bezuh degani bu tashrif degani. Ya'ni Bezuh bekommen degan ibora bor. Shuning uchun shu murakkabroq. Bu A1 darajaga mos emas o'zi aslida bu ibora. Ya'ni bu birikma. Shuning uchun yozib beryapman. Bezuh bekommen degani bu mehmon qabul qilmoq degani. Ya'ni mehmon kutmoq, mehmon qabul qilmoq degan ma'noda. Ya'ni Klaus bekommt morgen Besuch. Ya'ni Klaus ertaga mehmon kutyapti yoki ertaga mehmon qabul qiladi, kutadi degan ma'noda. Shu shaklda ishlatsak bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ajralmaydigan old qo'shimcha xuddi oddiy, mana B ajralmaydi, oddiy fe'l kabi kelyapti. Farqi mana shunda. Ajraladigan bo'lsa gapning oxiriga o'tadi, degan bo'lsa xuddi oddiy fe'l kabi kelaveradi. Boya aytganimdek, ajralmaydigan old qo'shimchali fe'llar o'tgangi zamonda tuzishda juda ham katta rol o'ynaydi. Shuning uchun buni yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Va shu shaklda qolganlarini ham ajraladigan bo'lsa ajraluvchi qilib, ajralmaydigan bo'lsa ajralmaydigan shakli bilan gaplarni to'ldirib qo'yasiz. Va nisbatan bugun darsni boshida aytganimdek, bu mavzu yengilroq va o'rganishi osonroq. Va siz qo'shimcha mashqlar bajarmoqchi bo'lsangiz, shunchaki Google ga yozasiz, nicht trennbare und trennbare Verben. Übungen desangiz chiqib keladi va u yerga o'zingizga yoki A1 darajada yozadigan, A1 deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, A1 darajadagi shunaqa mashqlar chiqadi va izlab u yerda bugun o'rgangan mavzularimizni mustahkamlab olsangiz bo'ladi. Aynan bu 3 ta mashqdan tashqari, ya'ni o'zi aslida bu 3 ta mashqni daftarga bir boshidan yozib chiqsangiz, mana gaplar tuzish kerak bo'lgan hammasi. Mana birinchi mashqni albatta daftarga yozish kerak. Hammasini bu yerda xo'p 10 ta gap bor, 10 ta gapni yozsangiz o'zi esingizda qoladi. Ikkinchi mashqda ham 10 ta gap bor. Uni ham daftarga yozib chiqasiz. Gap tuzgan holatda. Va 3-mashqda ham xo'p, bu yerda 12 ta ekan, 12 tani kitobda o'ziga bajarib qo'ysangiz bo'laveradi. Va yaxshigina takrorlash bo'ladi. Xo'p, va bugungi o'tadigan mavzuyimiz mana shu edi. Kimda savollar bor mavzu bo'yicha? Xo'p. Telegram kanaliga yozdim. Kimdadir savol bo'lsa, o'sha postga yozsangiz bo'laveradi.
Lekin menimcha tushunarli bo'ldi, sababi bu nisbatan osonroq mavzu. Agar siz YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, izohga o'zingiz savolingizni yozib qoldiring. Albatta, unga ham yozma javob berib o'taman.